niyat qilib, umrani niyat qilib, ihrom kiyib, mana Oysha onaning masjidlariga befarqqa qarab ketyapmiz. Parvardigor shu o'tgan mehribonlarimizni Allohim rahmatiga olsin, oxiratlarni Allohim o'zi obod qilsin. Bugungi qilinadigan kunda bu ibodatimiz bilan qilgan umralarimiz bilan qabrlari nuriga to'lsin. Har haftada, haftaning oxirgi kuni, payshanba kuni. Assalomu alaykum muhtaram azizlar. Bugun mana 10-aprel kuni Toshkentdan Madinaga uchgan ziyoratchilarimiz bilan o'tgan mehribonlar yaqinlarimiz nomidan umra badal niyat qilib Masjid Tanimga qarab ketyapmiz. Xo'p, bu kamerada ko'rinmaganlar, bu ibodat ixtiyoriy. Ya'ni xohlovchilar ketyapti. Meni yaqinim qani, ko'rinmadi-yu kamera deb xavotir olmanglar. Hammalari yaxshi, hammalari zo'r. Bu ixtiyoriy ibodatlik uchun hamma bormayapti. Shuning uchun hijolat bo'lmanglar. Inshaalloh kamerada ko'rinmaganlar ham yaxshi hammalari. Qabrdagi holatim yaxshi holat, darajatim ko'tariladi.